Yana bir ishimiz tayyor bo'ldi. Buni uzunligi 1.20, bo'yi 2 metr chiqadi. Xo'p. Buni tepa holatlarini ko'rsatib o'taman. Shannilari vakuum shanni o'zini-o'zi yoparadi. Tepasiga bitta porkasi bo'ladi, o'zini-o'zi yopadi, qo'li qisib qolmaydi. Oldida bitta bari bor. Barini oldida yana bir eshigi bor. Eshigi porkalari bor. Xo'p. Moyitda mana taxtalar qilib qo'yganmiz. Xomchoy turgani, charcha iligani vishrikalari bor. Tomlari zo'ridan bo'lgan, xudo xohlasa suv tegsa ishmaydi. Tomni chekasiga tom temir qaqib qo'yganmiz temirlari bilan. Suv tegsa ishmaydi. Xudo xohlasa uni oldida va tay holatlari, haladonning tay holatlari. Xo'p. Mayalari mana deplari butun xudo xohlasa. Yo'q, siz o'zini-o'zi yoparadi, xudo xohlasa. Mo'ga tusharadi, xudo xohlasa, mo'ga shu yoqqa tusharadi. Mo'ga qo'yib beramiz.